Oyning Yerga yaqin tomoni uzoq tomonga qaraganda kuchliroq tortish kuchlariga uchraydi va Oy Yerga qanchalik yaqinlashsa, bu kuchlar orasidagi farq shunchaki oshadi. Natijada Oy Yerga qarab cho'zilishni boshlaydi va bu hodisaning nomi tortish kuchi deb ataladi. Yirik obyektlar Yerga juda yaqin orbitada harakatlansa va Ro'sh chegarasi ichida bo'lsa, shu tortish kuchlari uni parchalab tashlashi mumkin. Va bizning simulyatsiyamizda bizning Oyimiz Yerni Ro'sh chegarasi ichida joylashgan. Va shu sababli bir necha daqiqadan keyin u Oyimiz parchalanishni boshlaydi. Uning ba'zi bo'laklari Yerga qarab uchadi va hayot ehtimolini qarasak agar u 0% dan kam. Yaxshi emas.